Chikko, hammadan tez, hammadan kuchli. Makvin endi yo'q, poyga endi maniki. Yangi homiylarimiz baxtimizga sog' bo'lishsin-da. O'zimiz zo'r his qilyapman. Yurgan sari yurgan kelyapti. Bacınırsın. Şunu tepmeyi turganda. Yordam beringlar. Shu paytda kimdan yordam so'rayman endi? Hamma xalas qora. Metr. Xuddi kilometrga o'xshaydi. Ularga gapiraverib, motorim og'ib ketdi. Necha marta aytganman, noqonuniy poygalar unstemanglar deb. Ishda yo'li bor. Yo provokatsiya bo'ladi, yoki ertasi uto'ra chiqadi. Kim bor? Gentralni tez yurgani jarima maydonchasigacha. Chikoni yurgani esa metrdan yonigacha. Qalaysan? Ha, Chiko. Bu hazırlaring bilan Drujbada konsert bermoqchimisan? Chiko, Makvin yo'qligidan foydalanib, referendum shouga tayyorlanyapsan, ha? Meter Hoji aka, qayerdan topasiz shunaqa mashinalarni ya? Ha? Qani, ko'zingni yumib turgan sadaka olib olay hozir. Mana shunday. Sekinroq. Voy. Aha. Voy. Hey! Meter, men qaragin, orqangga 500 million qo'yib olsanmi? Ha, senda ham pul ko'payib ketdi. Ha, yo'q, bu men emas. Obunachilarning pullari. Reverend shouda ishtirok etib, yutib olsa bo'ladi. Makvin ishonib topshirib ketgan. Iya? Makvin deganingda, qayerda u? Shou bo'ladi deb hammaga jar solib o'zi ko'rinmay qoldi. Xo'sh. U haqida bir narsa deya olmayman. Ahvoli juda og'ir. Hozir o'ziga kuch yig'yapti. Hali qaytsa hammani dodini beradi. Nima? Ko'ramiz hali kim kuchliligini. Baribir chibaysan-da. Ishlarim bor edi. Bo'pti, men ketdim.